İgili diken almışam Nevisi şünce okşansın Nevisi şünce okşansın Kentelik bilen adem çıraylı Sepişi Kentelik bilen adem çıraylı Setişi diken adaylı kalsın. Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Tan saqliq kanalimga a'zo bo'lib tarqitib qo'yishinglarni umid qilaman. Tuvanda Qaysar Mijit yozmalaridan kasallik sizni azoblaganda suyumlik ve batur qalb egalariga bag'ishlayman degan yozmani sunmoqchiman. Hayotni suyib xo'shal yashayotganda, bahar kelib chechaklar ichilganda, siz uning feyzini suray deyotganingizda kutilmagan judun bu xo'shalligingizni g'oyib qilib o'tishi mumkin. Bu judun balkim siz o'ylab boqmagan kasallik bo'lishi va yoki yaqinlaringizdan ayrilib qilish hasrati bo'lishi mumkin. Buninglik bilan bahar fasli muzdaq qishga aylanib, bahar chechaklari to'zib ketamdi. Yo'q. Bu kechmishlar tufayli taqdirdan og'rinmang. O'zingizni ayblamang. Yuz beradigan ishni hech kim kontrol qila olmaydi. Undaqda qanday qilish kerak? Reallikni qabul qilish, uningga moslashish ve hayatın ümit izleş gerek. Belki bu sizge ters düşüşü mümkün. Yalğızlık, azap, ilahsızlık, teşviş ve korkunç sizin sayenizde siz bilen billa bo'lişi mümkün. Bulardan qutuluş uncha asan emas. Lekin siz tövendeki usullarını kullanıp özünüzni tanısınız ahvalınızda yaxshilanish çokum yüz beridi. Her günü amal bar, yaxshi g'izalaning, yaxshi taom badanning kasallikka qarshi turish iqtidorini oshiradi. Her günü dal vaqtida o'rningizdan turib, yaxshi kiyinib, o'z mas'uliyatingizni amalning boricha burunqidek bija keltirishga tirishing. Chunki aldirashchilik va mas'uliyat tuyg'usi sizning azoblaringizni unutildirdi. Gerçi bir mahal bolsumu. Yaqinlarınız, tuqqanlarınız yoki do'stlaringiz yordam qo'lini sunsa, ikkilanmay qabul qiling. Ishonchli kishilaringizdan ikkilanmay yordam so'rang. Ba'zilarning sizga yordam qilg'usi bordir, ammo sharoit yer bermaganligi uchun vaqtincha yordam berilmaydigandir. Ammo ular sizni unutib qolgani yo'q. Fursatli bo'lsa, şəxsiyyətsiz halda sizə yer yöləkdə buludu. Şuna özünüzni bək yalğız, yüylənçüksüz his qılmang. Çünki həmimiz hayatımızın məlum paytlarında yaqinlarimizning yardımıga muhtaç bo'lamiz. Özünüzni xoş qiladigan fəaliyyətlərə davamlı qatnashing, bekinib olmang. Davamlı tən hərəkət bilan məşğul bo'lun. Hətta o öy içində məngib beriş ve so'zlub yetish bo'lsa-mu, o'y fikringizni, hissiyotlaringizni yaqinlaringiz bilan o'rtoqlashing. Lekin bular sanoqli bo'lsin. Agar bu mumkin bo'lmasa, cho'qim xotir qoldirib yezib meng. Balkim u bir obida bo'lib qolishi, boshqalarga ilhom bo'lishi mumkin. İctimai hayotingizni aktiv tuting. O'ng'ishsizlik va yoki og'riq azobi odamni qiynaydi. Bu rost. Ama Adem do'zaxqa 3 kunni kunidu degan so'zdan hem insanның mosishchanligi hem chidamchanligi aks etadi. Kam deganda siz bugunning o'zida hayot. Shunga o'zingizni va qismatlaringizni ayblamang. Balki ularga aktiv pozitsiya bilan muomala qiling. Esingizda bo'lsin, aktiv ruhiy kayfiyat sizni tushkunlik va umidsizlikning changilidan tartib chiqaradi.
Bu eng yaxshi doridir. Amal bar ruhiyatni g'idiqlaydigan tibbiy dorilarni yemang. Ümitvorlik har qanday baxtsizlik va o'ngsizlikdan g'olib kelishdagi quroldir. Tabiatning go'zalligidan huzurlanish, yaxshi ko'rgan kishilar bilan suhbatda bo'lish, muayyan ishonch va e'tiqodga bo'lish. Yana o'ngsizlikdan umid va hayotdagi maqsadingizni izlash sizga yangi ruh va aktiv kayfiyat ato qiladi. Bularning kasalning yaxshilanishida o'ynaydigan aktiv roli isbotlangan. Shunga hargiz bo'shashmang. Baturlarcha yaşang. 2021 yili 8 ayning 1 kuni o'qildi.